Burni katta erkaklar uchun yaxshi yangilik. Erkaklarda jinsiy a'zo o'lchami burun o'lchamiga bog'liq ekanligi Yaponiya olimlari tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijasida isbotlandi. Burni kichkina erkaklar, sizlar bundan xafa bo'lishlaring shart emas. Har qanday kichik a'zoni 15 daqiqada ideal razmerga keltirish mumkin. Men urolog-androlog vrach sifatida bugun darektim orqali eng ko'p berilgan savollarga javob berib o'taman. Jinsiy a'zo o'lchami qancha bo'lishi kerak? Uzunligi muhimmi, qalinligi muhimmi va qanday qilib realniy katta qilsa bo'ladi? Bitangel yoki pompada bo'ylayotgan bo'lsangiz, ularning foydasi yo'q. Yaponiya olimlari tomonidan o'tkazilgan minglab erkaklar ustida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida haqiqatan ham erkaklarda jinsiy a'zo o'lchami burun o'lchamiga mos ekanligi aniqlandi. Xo'p, menga darektim orqali eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bu jinsiy a'zoni o'lchami normada qancha bo'lishi kerak degan savol. Normada jinsiy a'zoni o'lchami 8 santimetrdan erksa holatda uzun bo'lsa, bu sog'lom normal jinsiy a'zo hisoblanadi. Ya'ni 8 santimetrdan kichkina bo'lsa, bu demak mikropenis tashxisi qo'yiladi. Rivojlanmagan jinsiy a'zo hisoblanadi. Xo'p, statistik ma'lumotlarga qaraganda o'rtacha razmer jinsiy a'zoniki 13-14 santimetrni tashkil qiladi. Ko'pchilik ayollar tomonidan ayollar o'rtasida o'tkazilgan statistik ma'lumotlar va so'rovnomalar natijasi shuni ko'rsatadiki, ayollarga yoqadigan eng ideal holatdagi jinsiy a'zo o'lchami 15 santimetrdan 18 santimetrgacha bo'lgan jinsiy a'zo hisoblanar ekan. Va ikkinchi savol, uzunligi muhimmi, qalinligi muhimmi? Ilmiy tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, ayollarda qin o'lchami maksimal 10-12 santimetrni tashkil qiladi va kattaroq jinsiy a'zo kirgan taqdirda u yana 2-3 santimetrga cho'zilish imkoniyati mavjud. Ya'ni maksimal 15-16 santimetr bo'ladi cho'zilgani bilan. Demak, jinsiy a'zoni o'lchami 15-16 santimetrdan uzun bo'lsa, uje kerak emas. Va shuni yana ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollarda eng sezgir qinni eng sezgir nuqtalari bu boshlanish 5-6 santimetr joyi. Ya'ni boshlanish qismini sezadi. Ichkarilari yaxshi sezmaydi. O'shaning uchun demak 5-6 santimetr bo'lsa ham uzunligi demak ayollardan lazzatlanishga yetarli. Uzunligi unchalik muhim emas. Bu yerda muhim narsa qalinligi jinsiy a'zoni. Jinsiy a'zo qancha qalin bo'lsa, ayollardagi qinidagi ichki devordagi retseptor degan narsa bo'ladi. O'sha retseptorlarni shunchalik kuchli ta'sirlantiradi va bularning kuchli ta'sirlanishi lazzatlanish hissini yuzaga keltiradi. Endi kattalashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, kattalashtirishni bir necha xil usullari bor. Uzaytirish mumkin, qalinlashtirish mumkin. Qalinlashtirishning o'zini bir necha xil usullari bor. Ular haqida men yozma chizib, podrobniy to'liq ma'lumot berib o'taman. Demak, erkaklar jinsiy a'zosi. Bu jinsiy olat, bu olat atrofidagi terisi, ya'ni qorini, erkak kishini, bu chanoq suyagi, ichkarida bo'ladigan tanamizni, bu ligamentum. Ya'ni chanoq suyakka jinsiy olatni biriktirib turadigan boylam. Xo'p, endi razmerni kattalashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, razmerni kattalashtirish ikki xil bo'ladi. Jinsiy olatni uzaytirish bor, jinsiy olatni qalinlashtirish bor. Masalan, tasavvur qilaylik. Qalinligi bunaqasi, aylanasi. Tasavvur qilaylik 4 santimetr deylik. Ammasi tasavvur qilaylik 15 santimetr uzunligi deb. Ba'zi erkaklar shikoyat qiladi jinsiy olati kichrayib ketayotganligidan. Aslida jinsiy olat razmeri kichraymaydi hech qachon. Ya'ni jinsiy balog'atga yetgan paytda erkak kishilar necha santimetr bo'lsa, umrining oxirigacha o'shanaqa saqlanib qoladi. Ya'ni jinsiy olat razmeri kichrayishi nima bilan bog'liq? Bu erkak kishining semirishi bilan bog'liq. Masalan, mana bu qorin deylik, olat atrofidagi teri. Masalan, semirdi. Semirgandan keyin erkak kishiga yog' ikkita joyga yig'iladi. Qo'l sohasiga, ya'ni jinsiy olat sohasiga va qorin sohasiga. Yog' yig'ildi, mana bunaqa edi. Yog' endi yig'ilgandan keyin qorin kattalashsa mana bittan bo'ladi. Mana bitta yog' egallab qoladi. Yog' bo'ldi.
va yana ozgina semirdi. Yog' Mamatdan bo'ldi. Bitta yog' egalladi. Demak, 15 santimetrlik olatni taxminan mana bu sohadagi 5-6 santimetr joyi yog' ichiga kirib ketdi. Tashqaridan ko'rinib turgan joyi faqat mana bundan buyog'i. Ya'ni taxminan 8 santimetr yoki 9 santimetrlik joyi. 15 edi, 8-9 bo'lib qoldi. Demak, kichrayishi erkak kishida faqatgina semirgan holatdagina yuz beradi. Boshqa holatda jinsiy olat kichraymaydi. Umrning oxirigacha shu razmerda saqlanib qoladi. Xo'p, endi uzaytirish masalasiga keladigan bo'lsak, jinsiy olatni uzaytirishning yagona yo'li faqatgina ligamentatomiya operatsiyasi orqali amalga oshiriladi. Pompa, har xil cho'zuvchi vositalar, har xil bo'ylab qo'yiladigan tosh, shunga o'xshash narsalar bilan buni kattalashtirib bo'lmaydi. Hammasi yolg'on narsa. Titan gel, shunga o'xshash narsalar bilan kattalashtirib bo'lmaydi. Kattalashtiradigan hech qanaqa apparat ham yo'q, dori ham yo'q, hech narsa yo'q. O'zi umuman har qanday a'zoni, jinsiy a'zo bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday a'zoni kattalashtirish yo'li faqat operatsiya. Maxsus dori bilan yoki cho'zish orqali barmoqni kattalashtirib bo'lmaydi-yu, masalan, burunni kattalashtirib bo'lmaydi-yu. Xuddi burunga o'xshagan, barmoqqa o'xshagan bu ham bitta a'zo. Xo'p, ligamentatomiya operatsiyasi nima operatsiya? Mana bu sohadan kichkina kesma bo'ladi, asbobning ildiz sohasidan va mana bu suyakka yopishtirib turgan boylam, asbobni suyakka yopishtirib turgan boylam kesiladi va shuni hisobiga suyakka yopishib turgan qismi kesilishi hisobiga asbobni ildizi chiqadi tashqariga. Ya'ni mana bu yerda 5-6 santimetr joy yog'ning ichida yotadi-ku. Mana bu yerda kesadigan bo'lsak, mana bu tubi bo'lsa asbobni, tubi suriladi endi bu yoqqa. Mana bungacha. Va 5-6 santimetr bu yoqqa surilish hisobiga asbobning razmeri uzayadi mana bunaqasiga. Ya'ni tubi mana bu yerda turdi, tubi bu yoqqa surildi, sababi ushlab turadigan narsani kesdik biz boylamni. Asbob tashqariga chiqadi mana bunday qilib. Shuni hisobiga ligamentatomiya operatsiyasidan keyin uzayadi. Ozg'ina odamlarda 2-3 santimetrgacha, semiz odamlarda 7-8 santimetrgacha uzayadi. O'shaning uchun semiz odamlarda jinsiy odat razmeri kichrayib ketadigan bo'lsa, mana shu ligamentatomiya operatsiyasi qilinadigan bo'lsa, natija zo'r bo'ladi. Zo'r uzayadi. Xo'p, endi biz asbobni uzaytirish masalasini gaplashib bo'ldik. Yagona yo'li ligamentatomiya operatsiyasi. Endi qalinlashtirish masalasida gaplashamiz. Xo'p, qalinlashtirishni turlari ko'p. Bir necha xil turlari bor. Mana bu jinsiy olat bo'lsa, mana bu boshlash jinsiy olatni. Xo'p, buni qanday qalinlashtirish mumkin? Birinchi usul demak filler yordamida qalinlashtirish mumkin. Filler bu ayollar xuddi labiga boteks qiladigan modda, bir xil dori. Bu asbobni golovkasiga, ya'ni bosh qismiga, teri tagiga jo'natib chiqaradi, ukol qilib har xil joylarga. Xuddi ayollar labini boteks qilganga o'xshaydi. Shuni hisobiga bosh qismi sal kattalashadi. Unaqa bir zo'r rezultat bo'lmaydi. Sababi filler bir anaqasidan putasida 1 ml bo'ladi. Maksimum qilishimiz mumkin 3 ta 4 ta. 3-4 ml ga kattalashadi jinsiy a'zo. Va bu vaqtinchalik 5-6 oy, uzog'i 1 yilda yo'qolib ketadi va eski holatga qaytadi. Ba'zi bir urologlar 4 millionga, 5 millionga jinsiy olatni kattalashtirib beraman deydi. Aynan mana shu narsa filler. Bu arzonroq turadi, lekin natijasi zo'r emas va vaqtinchalik. Xo'p, ikkinchi kattalashtirish yo'li bu polimolojniy kislota degan maxsus modda bor, dori. Polimolojniy kislota bu asbobni mana bu terisidan kichkinagina teshikcha hosil qilinadi va teshikcha orqali maxsus uzun ignali shpris yordamida kirib turib, kanyula yordamida kirib turib, o'sha polimolojniy kislota teri tagiga hamma joylarga, mana bu sohaga, hamma joylarga, hamma sohasiga o'sha bitta teshikcha orqali yuborib chiqiladi. Va o'sha polimolojniy kislota hisobiga jinsiy olat qalinlashadi. Taxminan 1,5 baravargacha qalinlashishi mumkin. Masalan, tasavvur qilinglar,
aylana o'lchami 10 sm edi, 15 sm-gacha qalinlashtirish mumkin aylanasini. Xo'p, bu ikkinchi usuli va bu ham 100% oxirigacha, umringiz oxirigacha saqlanib turmaydi. Ya'ni 5-6 yil saqlanib turadi. Endi uchinchi usuli bor. Xuddi hozirgi polimolojniy kislota yuborganga o'xshaydi. Unda nima qilinadi? Mana bu asbob atrofidagi teri va teri tagidan biz yog' olamiz. Kichkina teshikcha orqali va teshikcha orqali yog'ni olamizda, maxsus idishda sentrifugada buni maydalaymiz yog'ni. Suyuq holatgacha keltiramiz va suyuq holatga kelgan yog'ni maxsus shpris bilan tortib olib turib, so'rib olib turib, mana bu teshik orqali asbobni terisi tagiga jo'natib chiqamiz. Yana o'zimizni tanamizdagi yog'ni teri tagidan olib turib, suyultirib, asbobdan kichkina teshikcha hosil qilib, teri tagiga jo'natib chiqamiz. Bunda ham rezultat 5-6 yilgacha saqlanib turadi va aylanasi 1,5 baravargacha, даже 2 baravargacha kengaytirish mumkin. 10 santimetrlik narsani 20 santimetrgacha katta qilish mumkin asbobni, qalin qilish mumkin. Va 5-6 yil saqlanib turadi. 5-6 yildan keyin yana bitta qilish kerak bo'ladi. Xo'p, endi 4-yo'li doimiy saqlanib turadigan yo'li bu maxsus protez bo'ladi. Maxsus protez deganim xuddi ayollarning ko'kragiga qo'yiladigan silikonga o'xshaydi. Ya'ni ayollar ko'kragiga silikon modda qo'yib turib kattalashtiradi. Xuddi shunga o'xshash narsa, ya'ni yarim oysimon shaklda bo'ladi. Mana bunaqa va mana bunaqasiga uzun bo'ladi. Asbobning terisi kesiladi mana bu yerdan, pastga tortiladi va o'xshash protez silikon qo'yiladi, teri asbobning ustidan kiydiriladi va teri tortib turib, yana tikib chiqariladi mana bu yerdan. Va o'sha mana bu yarim oysimon silikon mana bu yerda asbobning tanasida teri tagida qolib ketadi. 1,5 baravardan 2 baravargacha qalinlashadi va umringizni oxirigacha qalinligicha saqlanib qoladi. Boya aytganimdek, jinsiy aloqa paytida ayollarni qoniqtirish uchun, orgazm hosil bo'lishi uchun eng muhim jihati jinsiy aloqaning uzunligi emas, ko'proq qalinligi. Sababi qin devoridagi retseptorlarni ta'sirlantiradi. Uzun jinsiy a'zo emas, qalin jinsiy a'zo. Qancha qalin bo'lsa, shuncha ayollarga orgazm oldirishi ehtimolligi yuqori bo'ladi. Demak, jinsiy a'zoni bitta gap bilan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kattalashtirishning yagona yo'li bu tibbiy aralashuv. Hech qanaqa tabiiy vosita, pompa, titangel, shunga o'xshash narsalar bilan kattalashtirib bo'lmaydi. Uzaytirish uchun faqat ligametotomiya, qalinlashtirish uchun ichiga nimadir yuborishimiz kerak. Yoki filler, yoki polimolojniy kislota, yoki yog', yoki maxsus silikon.